Hurmatli tashuvchilar, avtotransport vositangizga o'rnatilgan taxograf qurilmasini qiyoslashdan o'tkazganmisiz? Va bu nima uchun zarurligi to'g'risida ma'lumotga egamisiz? Har qanday xalqaro tashuvni amalga oshirayotgan milliy tashuvchi taxograf qurilmasini bir yilda kamida bir marotaba qiyoslanishi va uning yaroqliligi to'g'risida guvohnomaga ega bo'lishi shartligi to'g'risida bilishi lozim. Chunki qonunchilik talabiga ko'ra ushbu jarayondan o'tkazilmagan taxograf qurilmasi yaroqsiz deb topiladi va taxografdan hamda ushbu taxograf o'rnatilgan transport vositasidan foydalanish esa taqiqlanadi. Yevropa kelishuviga muvofiq taxograf o'rnatilganda, unga texnik xizmat ko'rsatilganda hamda ta'mirlangandan so'ng zudlik bilan tekshiriladi va qiyoslashdan o'tkazilishi lozim. Yo'l-patrul xizmati va inspeksiya xodimlari tekshiruv o'tkazgan paytda taxograf qurilmasi qiyoslanmaganligi aniqlansa, u yaroqsiz deb topiladi va avtotransport vositasi taxografsiz boshqarilgan deb baholanadi. Buning natijasida esa haydovchi hamda kompaniya rahbariga nisbatan jarima jazosi qo'llaniladi.